Assalomu alaykum, Expert.uz kanalining qadrli va qadrdon obunachilari. Qalisizlar, zo'rmisizlar, tinch omonmisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Tak, qarochi o'g'illar, bugun sizlar bilan Yevropa Ligasiga bitta chiroyli kupon tuzishga harakat qilamiz. Maksimal qo'ldan kelguncha o'tadigan qilishga harakat qilamiz. Albatta, где-то bir 4-5 koeffitsient kupon yig'amiz, lekin 100% o'tadigan qilamiz. 5 koeffitsient kuponimiz ham zo'r bo'ladi, chunki 5 koeffitsient kuponga misol tariqasida aytadigan bo'lsam, 20 ming urib qo'ysak ham 100 ming tekis ishtiq qaytadi. Aniq. O'shaning uchun katta koeffitsiyentga uchmaymiz. 100% o'tadigan qilamiz va kuponni maksimal aniqlik bilan terishga harakat qilamiz. Hozir sizlardan kuponni terishdan oldin bitta kechagi kuponlarimizni tahlil qilamiz va video oxirida albatta bugungi Yevropa Ligasiga chiroyli kuponlarni tuzamiz. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilish esdan chiqmasin. Shoshilib videoni o'tkazib olmang, chunki video oxirida bugungi o'ylangan chiroyli kuponlar tahlil beriladi. Bizning Telegram kanalimiz bor, bilasizlar. Telegram kanalimizda har kun mana shunaqa bepul 100% o'tadigan kuponlar Telegram kanalimizga tashlab boriladi. Telegram kanalimizga obunachilarimiz maza qilib hozirgi kunda hozir podrяд где-то bir 4-5 kuncha bo'lib qoldi. Podrяд kuponlarimiz zo'r o'tib kelyapti. Ishonmasanglar, Telegramga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Albatta biz hech kim majburlamaymiz. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, sizlarni Telegram kanalida mana shunaqa chiroyli kuponlar kutadi. Hozir sizlarga kechagi kuponlarni tahlilini ko'rsatib o'taman. Tak, kecha 1xbet kontorasiga kuponlarni tuzdik. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana, xo'p. Bir chetdan ketadigan bo'lsak, bizda hammasi haqqoniy. Yutilgan narsa yutildi deb ko'rsatiladi, yutkazilgan narsa yutkazildi deb kanalga ham tashlab boriladi va men mana shu qo'rqmasdan videoni YouTube kanalimga ham olib chiqaman, chunki men real narsani ko'rsataman. Hozir shu Danli Vanet nimada Rimada shu bo'layotgan ili yutdim, yutkazdim hammasini 0-0 aldamasdan shunday ko'rsataman. Chunki bizning obunachilarimiz bizlar bilan shu oldindan birga addushi bizlar bilan balans ko'tarib kelayotgan obunachilar ham biladi. Biz faqat obunachilarimiz uchun qo'ldan kelguncha podeshkani ayamaymiz. Xo'p. Kechagi birinchi kupon, oxirgi kuponimiz o'tmay qoldi, qaranglar. 13 koeffitsient. Bu nimaga o'tmadi? Barselona va Newcastle United o'yini totalida tak darvoza tomon zarbalar birinchi taymda 13 dan ko'p bo'ladi deb olganman, lekin 13 ta bo'lib qoldi. Shuning hisobiga kuponimiz o'tmay qoldi. Bitta zarba bo'lganida kuponimiz o'tardi. Lekin qaranglar, tagida hammasi 100% o'tib berdi. Qaranglar, 1.5, 1.7 koeffitsient, 1.9, 1.5 yana bitta, mana 1.69 bu Barselona o'tmay qoldi. Lekin hech qisi yo'q. Mana bu yerda 5.7 koeffitsient, 4 ta jamoa 100% o'tib berdi. Kupon oqladi. Mana bu yerda 4.2 koeffitsient. Mana ko'rishingiz mumkin, bu kuponimiz ham chiroyli bo'lib o'tib berdi. Vobshe. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ishonchimiz 100% oqladi. Albatta bizlar bilan Telegramdagi obunachilarimiz zo'r yutuq qilyapti. Hozirgi kunda zo'r balans qo'lyapti. Sizga ham mana shunaqa yutuqlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa yutuq kuponlar, o'tadigan kuponlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalida hammani kutaman. Bir narsa esdan chiqmasin deganlar. Bizning Telegram kanalida kuponlar mutlaqo bepul. Mutlaqo bepul, esdan chiqarmanglar. Adashtirmanglar bizning boshqa kanallar bilan. Bizda kuponlar tekin. Hozir ham tekin bo'ladi, bundan keyin ham tekin bo'ladi. O'shaning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegramda sizlarni chiroyli kuponlar bilan har kun ta'minlab turishga harakat qilaman. Bugun o'zida ham Ultra Pari kontorasida chiroyli kuponlarni tashlab qo'ydim. Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, Telegramga qanday o'taman deydiganlar bo'lsa, mana YouTube kanalimiz ustiga bitta bosamiz, shu va Telegram kanalimiz chiqadi. Telegram kanalimiz ustiga bitta bosamiz, mana ko'rishingiz mumkin, Telegram pastda silka. Bitta bosamiz, to'g'ridan-to'g'ri sizlarni Telegram kanaliga olib o'tib ketadi. Xo'p, kanalda yangi bo'lsanglar, jigarlar, YouTube kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin va bizlarni doimiy kuzatib keladigan obunachilarimiz esa bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jigarlar, podeshkani bosib turamiz, ayamaymiz. Bugundan boshlab sizlarga har kun maksimal 5 koeffitsiyentgacha bo'lgan kuponlarni, maksimal o'tadigan kuponlardan sizlarni har kun ta'minlab turishga harakat qilamiz. Albatta sizlar mana shu videomizni bomba reaksiyalar bilan bomba podeshkalarni ko'rsatib olsanglar, ertadan sizlarga mana shu chiroyli kuponlarni har kun berishga harakat qilaman. Bo'lmasam jigarlar, bugungi o'yinlarga kuponlarni tuzishni boshlaymiz. Hammani Telegram kanalida kutib qolaman. Jigarlar, Telegram kanaliga o'tamiz. Xo'p, bugungi o'yinlarimiz. Bugun albatta chiroyli o'yinlar bor. Bugun ochkolar soniga risk qilmaymiz. Bugungi risk qiladigan kuponlarimiz bo'ladigan kuponlarimiz. Xo'p. Biz boshlaymiz bo'lmasa. Tak, bu o'yinlarni qarab chiqadigan bo'lsak, birinchi Lyon va Celta. Bu o'yinlarda olamiz. Tak. Buni statistikasini ko'radigan bo'lsak, Lyon 20 ta. Bu o'yinda ham albatta Lyon darvozaga zarbalari ko'p bo'ladi, chunki u bugun Lyon o'z uyida o'ynaydi. O'sha hisobiga hujumkor vaziyatlar ko'p qiladi Lyonda. Tak, birning totalini olamiz. Birning totalini mana 13.5 dan ko'p deb olamiz. Buni bugun уже oluvdim, mana boya.
hozir o'chirib turib sizlarga boshdan ko'rsataman. Birning totalini olamiz 13,5 dan ko'p. 13,5 dan ko'p 1.6 koeffitsient berib qo'ygan. 14 ta zarba yo'llasa darvoza tamom. Aniq yo'llash shart emas. 14 ta zarba yo'llasa kuponimiz chotki o'tib beradi. Tak, keyingi kuponimizni ko'radigan bo'lsak, Milliolar, Nottingham Forest, ana shu o'yinlarni bitta ko'ramiz. Bu o'yinda olamiz общий total olamiz. Bitta jamoaga olamiz. Bu o'yindan ham albatta darvoza tomon zarbalar ko'p bo'ladi menimcha. Chunki bu javob uchrashuv bo'ladi. Ikkala jamoa uchun ham albatta g'alaba muhim. Hujumkor o'yin bo'ladi. Darvozadan zarba yo'q emas. O'shaning uchun darvoza zarbalari buni olamiz. 24,5 dan ko'p deb olamiz. 2% bo'ldi. Tak, keyingisi. Yana qaysi jamoaga olsa bo'ladi? Rayo Vallecano mana shu jamoani bitta ko'ramiz. Bu jamoalarda fol ko'p bo'ladi. Folni ko'rishimiz mumkin 23 ta. Biz bu o'yinga follar totalni oladigan bo'lsak, 19,5 ta deb olaveramiz. 19,5, 20 ta fol bo'lsa kuponimiz chiroyli o'tadi. 1.27 koeffitsient bo'ladi. Katta risk ko'rmaymiz. Keyingi jamoamiz albatta Lanka va Crystal Palace. Mana shu jamoani bitta ko'ramiz. Crystal Palace. Bilan o'yinda burchak to'p olsa qanday bo'ladi? Burchak uglovoy. Burchak to'p ko'p. Bularda burchak to'p olamiz. Tak, burchak to'pi total 7 dan ko'p deb olamiz. 3.5 koeffitsient. Общий hisobda 4 ta jamoa bo'ldi va bizga yana qaysi jamoa o'zi bo'ladi? Mana shu jamoani olamiz. Bu jamoalarga esa darvoza tomon aniq zarbalarni olamiz. Chunki Strasburglik o'zini uyda o'ynaydi. Mana o'yinda ko'rsam mumkin. Oxirgi o'yinda darvoza tomon zarbalar вообще уже 14 ta bo'lgan. Biz bu o'yinda darvoza tomon aniq zarbalarni 8 dan ko'p deb olamiz. 8 dan ko'p deb oldik. 4.6 koeffitsient bo'ldi. Endi shu yerda Freiburg bilan Genk ana shu o'yinni ham bitta ko'rib olamiz. O'tgan uchrashuvda 23 ta udar bo'lgan общий hisob. Tak. Fol qancha bo'lgan? Fol 25 ta. Bulardan ham fol olamiz. Tak, follar. Fol общий hisobda qancha deb bo'lsa bo'ladi. Buni ham 19,5 dan ko'p, 20 dan ko'p deb olamiz. Mana kuponimiz sizlarga почти 6 koeffitsient bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Kuponimiz 6 koeffitsient. Kupon chiroyli, yengil o'tib beradi, chunki chotki-chotkilarni saralab oldik. 100% analiz qilindi. Qo'rqmasdan bo'lsanglar bo'ladi sizlar. Albatta, o'zingizlar ham bitta mana shu kuponni yuklab olib analiz qilib ko'rsanglar bo'ladi. Kuponni saqlaymiz. Mana kupon kodini ko'rishingiz mumkin. Kupon kodi mana shu kod orqali kuponni yuklab olsanglar bo'ladi. Kupondan nusxa olib qo'yamiz va bu o'yinga biz 500 ming urib qo'yamiz. 500 ming ursak 2.962.781 qaytadi bizga. Bosdik, 500 ming bosdik. Mana sizlar bemalol sizlar kuponni yuklab olinglar. Analiz qilib ko'ringlar. Avvalgi o'yinlarni hammasini bir tarafdan ko'zdan kechirib ko'ringlar. Keyin mana shu kuponni yuklab olib, stavka qilib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasam sizlar hammaga omad. Telegram kanaliga o'tib qo'yamiz. Telegram kanaliga bugun hisobiga ikkita kupon chiroylisan tashab qo'ydim. Albatta bu kupon yoqmasa Telegram kanalidagi kuponlardan foydalansanglar bo'ladi. Bo'lmasam hammani Telegram kanalida kutaman. Bu kuponlarga keladigan bo'lsak, kimdagimaga tikadigan bo'lsa, stavka qiladigan bo'lsa, hammaga omad tilab qolaman. Sizlar bo'lmasam bugun hamma yutadi. Xudo xolasa bugun yutadi hamma. Ertaga kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maksimal podдержкani yorib turinglar. Ertaga mana shunaqa chiroyli kupon berishga sizlarga harakat qilaman. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, от души podдержкani yoringlar.